Voy Sayor opa, nima qilyapsiz? Internetda ko'rgandim. Gigiyenik pomadani yoqani tegiga sursa, yoqa ko'tarilib turar ekan. Voy, mana shu birgina yolg'on qancha ko'ylakka zarar yetkazishini bilarmidingiz? Yo'q. Hozir tushuntirib beraman. Birinchi zarar, Sayor opa qarang, yog'li bo'lib qolgan. Agar buni oq ko'ylakka surtadigan bo'lsangiz, tabiatdan chiqayotgan changlarni o'ziga tortadi. Natija sarg'ayib qoladi. Ikkinchi marta ko'ylakni yuvib kiyishga yaramaydi. Sayor opa, surtishga surtdingiz. Qani bitta sinab ko'ring-chi unda. Voy Mahmudjon, yopishmayapti. Sayor opa, ikkinchi foydali maslahat aytaman. Bu bozor ko'ylak. Bizadan ko'ylak titraydigan bo'lsa, yoqa ko'tarilib turish uchun maxsus texnikani qo'llashini hozir bitta ko'rsatib beraman. Hozirgi kunda mijozlarga shunaqa yoqalarni tagiga biza maxsus quloqcha tikib beramiz. Bu narsani taqib qo'yganda, bo'yinbog' taqmaganda ham mijoz yoqasi ko'tarilib turadi. Yana yoqa ko'tarilib turish uchun sifatli dubrin ishlatish kerak bo'ladi. Bu ichki bozorda yo'q. Bu Almaniyaning Wendler kompaniyasidan premium dubrin hisoblanadi. Bizi dunyoda birinchi kompaniyalardan ishlatamiz yoqa ichlariga. Yurganingizda mana bunaqa narsalar bo'lib qolmaydi, Sayor opa. Shuning uchun nima qilish kerak ekan? Mahmud Sartodan ko'ylak tiktirish kerak. Agar sifatli yoqa va ko'ylaklar kerak bo'lsa, Mahmud Sartoda barchangizni kutib qolamiz.